Demek assalomu alaykum ustozlar. Men Toshkent viloyati Nurafshon shahar 19 maktabining biologiya fani o'qitchisiman. Bugungi mavzuyim mutaxassislarning xilma-xilligini sizlarga 5 yil moduli ostida tushuntirib berishga harakat qildim. Umurtqalilarning xilma-xilligini demak mavzusini o'qitishda 5 moduli asosida tushuntirsak, juda ham dars samarali bo'ladi deb o'ylayman. Bilasiz 5 yil modulini demak birinchi nimasi 1 moduli jalb qilish hisoblanadi. Jalb qilishda o'quvchilarni demak o'sha darsga bo'lgan qiziqishini, ya'ni diqqatini o'zimizga qaratib olishimiz kerak. 5 yil modulining ikkinchi bosqichida jadvaldan foydalanadi. Bu jadvalda umurtqali hayvon turlarini yozing dedim, ya'ni sinflar berilgan. Bu sinflarga oid turlarni yozadi. O'quvchilar o'zi bilganini. Keyin javobini ko'rsataman. Ko'rsatgan vaqtimda o'quvchilar to'g'ri yoki noto'g'ri yozganliklarini aniqlaydi. Umurtqalilarning xilma-xilligi mavzusini 5 modul ostida asosida tushuntirish, demak o'quvchilarni bilim samaradorligini oshirishga yaxshi imkon beradi deb